Bugungi taqdimotdan juda ham katta taassurot oldik. Avvalambor tashkilotchilarga rahmat va mana shu sun'iy intellekt yaratilishida bosh qotirgan barcha ekspertlarimizga minnatdorchilik bildiraman. O'zbek milliy qonunchilik platformasi bazasida mana shunday sun'iy intellektning yaratilishi bu hozir ma'noda sun'iy intellektga bo'lgan talab borasida muqobil variantni borligini bizga ma'lum qildi. Sun'iy intellektni avvalambor ishga tushirilishi bu ham qulaylik va o'z o'rnida juda ham katta mas'uliyatni yuklaydi. Tegishli organlarga, deylik sud organlariga. Sun'iy intellekt bevosita mahalliy qonunchiliklarimizdan generatsiya qilgan holatda xulosa beradi. Nima to'g'ri, nima noto'g'ri, qanday bo'lish kerak. Mana hozir misollar bilan tushuntirib berildi. Biz savol berdik, sun'iy intellekt javob berdi va biz uni javob bilan kelishdik. Chunki u osmondan olib emas, aynan qonunlarimizdan olib javob berdi. Ana endi bu bevosita sud tizimiga o'ziga xos mas'uliyat yuklaydi. Sud biz bilan kelishmasligi mumkin advokatdan, ammo sun'iy intellekt bilan kelishmaslik bu qonun bilan kelishmaslik degani. Chunki sun'iy intellekt bu tanish bilishchilik yoki bo'lmasam qanaqadir ayrim muomala odatlarimizni bilmaydigan o'ziga xos bir yangi zamon kashfiyoti. Sun'iy intellekt u bilan kelishib bo'lmaydi. Unga so'z uqtirib bo'lmaydi. Undan o'zimizga ma'qul bo'lgan javobni ola olmaymiz. U qonunda nima yozilgan bo'lsa, qonun doirasida javob beradi. Va xalqaro jahon platformalarida allaqachon faoliyatini boshlagan sun'iy intellektlarga umid qilamanki, mazkur Lex AI sun'iy intellekti o'ziga xos bir raqobat muhitida o'ziga xos bir raqobatchi bo'la oladi. Ayniqsa mahalliy aholi uchun va biz advokatlar uchun milliy qonunchilik bazasi platformasi bazasida mana shunday sun'iy intellektning yaratilishi bu juda ham katta olamshumul voqea va bu ish beradi.